Mana o'sha mashhur Dubay laqabli qo'chqorimizni qo'ziligidagi, ya'ni o'sha 3 oylikligidagi payti Qirg'izistonda o'sha qo'ziligida sotib olingan o'sha Dubai 3 oylikdagi payti 2023-yil. Hozir 2026-yil hozirgi holatini ko'rsatamiz. Undan keyin bundan tushgan o'zini promoy radmoy qo'zilarini sog'liq va qo'chqorlarini ko'rsatamiz. Mana o'sha qo'chqor, sizlar yuqorida suratda ko'rgan Dubay laqabli qo'chqorimizning 3 oylikdagi holati. Bu hozirgi holati. Mana bo'y-bostlari buni qo'ylarga ko'paytirishga qo'shilgan. Quloqlari 21, bo'yi 98. Endi hozir bundan tushgan qo'zilarni ko'rsatamiz, ya'ni sotuvdagi. Quloqlariga, boshlariga yaxshilab e'tibor bering. Qo'zilari ham xuddi shunday. Mana o'sha Dubai qo'zisi, qo'chqor qo'zisi. Quloqlariga e'tibor bering. Kallasiga, oyoqlari, to'shlari. Qulog'i juda uzun. Dumbasi, dumba razrezlari. O'sha birinchi rasmdagi qo'zini kopiya. Endi hozir sog'lig'ini ishlab ko'rsatamiz, xuddi shuni. Mana sog'liq qo'zisi. Qiynamay ishla. Mana shu Dubai sog'liq qo'zisi. Quloqlari, yuz ishlari. Otasiga kopiya bo'lgan. Mana. Qo'yaver.